Hoziroq lash-lushingni yig'ishtirib bo'yidan qorangni o'chirasan. Qani bo'l. Seyran. O'chir ovozingni. Seyran, sen esingni yeb qo'yding, nima qilding? O'chir ovozingni dedim, shundaymi? Xo'sh. Javobingni kutyapman. Ketasanmi? Yoki o'zim eshikni ko'rsatib qo'yaymi? Meni bu yerga sen olib kelding. Xotiningni yig'ishtirib ol. Sendan oxirgi marta so'rashim. Yo o'zing bu yerdan yo'qolasan, yoki o'z qo'lim bilan sudrab, ko'chaga chiqarib tashlashni yaxshi bilaman. Xo'sh, bu ishni qanday qilarkansan? Qani qilchi? Seyran, yaxshimisiz? Hech qachon bunchalik yaxshi bo'lmaganman, opa. Seyran xonim, nima qilyapsiz? Abidinbey, to'xtang. Aralashmang.